Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgani haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu har bir pensionerning farzandlariga, vasiylariga va nafaqa oladigan oilalarga bevosita tegishli. Chunki pensiya bir kun kechiksa ham odamning dori-darmoni, oziq-ovqati, kommunal to'lovi, qarzi yoki oilaviy rejasi buzilib ketishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan eshiting. Men hammasini oddiy tilda, misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin, qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak, barchasini batafsil aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlarni vaqtida bilish ko'pchilikka juda katta yordam beradi. Avval pensiya to'lovlari ko'pchilik uchun deyarli odatdagi tartibda amalga oshirilardi. Ya'ni kimdir har oyning boshida, kimdir o'rtalarida, kimdir oy oxiriga yaqin pensiyasini olardi. Bank kartasiga tushadiganlar o'z kartasini tekshirib turardi. Naqd shaklida oladiganlarga esa mas'ul xodimlar pochta yoki to'lov yetkazib beruvchi tizim orqali pul yetkazilardi. Odamlar o'z tajribasiga meniki odatda bevasiga qarab, meniki 12 sana tushadi, meniki 12 sana keladi. Men har oyning 20 sanasida olaman deb o'rganib qolgan edi. Endi sentyabr oyida jadval qayta tuzilgani sababli ayrim pensionerlar odatdagi sanada pul tushmaganini ko'rib vahimaga tushmasligi kerak. Men bu yerda eng muhim narsani alohida ta'kidlayman. Jadval o'zgargani pensiya bekor bo'ldi degani emas. Pensiya kamaydi degani emas. Odam ro'yxatdan chiqarildi degani ham emas. Aksariyat holatlarda bu faqat to'lov sanasi oldinga yoki orqaga surilishi. Hududlar bo'yicha navbat qayta taqsimlanishi, bank va pochta tizimi orqali to'lov yuklamasi tartibga solinishi bilan bog'liq bo'ladi. Bunday qayta tuzishlar odatda bir nechta sababga ko'ra yuzaga keladi. Birinchidan, oy boshidagi dam olish kunlari, bayram kunlari yoki bank ish kunlari to'lov sanalariga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchidan, bir vaqtning o'zida juda ko'p odamga pul o'tkazish bank tizimida navbat. Texnik kechikish yoki karta hisob varaqlarida aks etish muddatini cho'zishi mumkin. Uchinchidan, ayrim hududlarda naqd pul yetkazib berish alohida reja asosida amalga oshiriladi. Ya'ni bir mahallaga bugun, ikkinchi mahallaga ertaga, boshqa qishloqqa esa keyingi kuni boriladi. To'rtinchidan, pensiya ishi bo'yicha ma'lumotlar yangilangan bo'lsa, masalan, karta raqami o'zgargan, yashash manzili yangilangan, ishonchnoma muddati tugagan yoki hujjatda tafovut chiqqan bo'lsa, to'lov odatdagidan kechroq ko'rinishi mumkin. Men pensionerlarga eng avvalo shuni maslahat beraman. Faqat avvalgi oyga qarab xulosa qilmang. Masalan, siz avgust oyida pensiyani 6 sanada olgan bo'lsangiz, sentyabrda ham aynan 6 sanada tushishi shart degan qoida har doim ham ishlamaydi. Agar jadval qayta tuzilgan bo'lsa, sizning to'lovingiz 7 sana, 7 sana, 10 sana yoki boshqa ish kuniga o'tgan bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa kartaga oladiganlarda seziladi. Chunki odamlar telefon orqali SMS kutadi. SMS kelmasa darrov pensiyam to'xtab qolibdi deb o'ylaydi. Aslida karta hisobiga pul tushgan bo'lishi, lekin SMS xabarnoma kechikishi ham mumkin. Shuning uchun faqat SMS ga tayanib qolmaslik kerak. Keling, bir nechta hayotiy misol bilan tushuntiraman. Deylik, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon har oy pensiyasini bank kartasiga bir sanada olardi. Sentyabrda bir sana ish kuni bo'lsa ham, uning hududidagi to'lovlar partiyalarga bo'lingan bo'lishi mumkin. Natijada otaxon ertalab kartani tekshiradi. Pul yo'q, tushikda ham yo'q. Kechqurun farzandlarga qo'ng'iroq qilib xavotir bildiradi. Lekin jadvalga ko'ra uning to'lovi 7 sanaga o'tkazilgan bo'lsa, bu muammo emas. Shunchaki yangi navbat. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l bank ilovasidan hisobni tekshirish, bankomatdan balans ko'rish yoki pensiya bo'limi bilan bog'lanishdir. Yana bir misol. Samarqand viloyatidagi onaxon pensiyasini naqd shaklda oladi. Avvallari mahallaga pochta xodimi 12 sanada kelardi. Sentyabrda esa mahalla bo'yicha yo'nalish o'zgargan va naqd to'lovlar 11 sanaga ko'chirilgan. Onaxon 12 sana kutadi, hech kim kelmaydi. 12 sana yana kutadi. Keyin meni ro'yxatdan chiqarishgan bo'lsa kerak deb xavotirga tushadi. Aslida naqd to'lovlarda yo'nalish, transport hudud masofasi, mas'ul xodimlar jadvali katta ahamiyatga ega. Shuning uchun naqd oluvchilar mahalla mas'ullari pochta bo'limi yoki tuman pensiya jamg'armasi bo'limidan aniq kunni so'rab olgani ma'qul. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasini naqd oladiganlar. Chunki ularda
To'lov faqat bankdagi raqamga bog'liq emas, yetkazib berish jadvali ham bor. Ikkinchi navbatda yaqinda kartasini almashtirganlar, masalan, karta muddati tugagan, yangi karta ochilgan, bank o'zgargan yoki plastik karta yo'qolib qayta tiklangan bo'lsa, yangi hisob ma'lumotlari pensiya tizimida to'g'ri aks etganini tekshirish kerak. Uchinchi navbatda ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Agar farzandi, qarindoshi yoki boshqa ishonchli shaxs pensioner nomidan pul olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugamagan bo'lishi shart. To'rtinchi navbatda yaqinda yashash manzilini o'zgartirganlar. Bir tumandan boshqa tumanga, bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chgan pensionerlar to'lov joyi bo'yicha ma'lumotni yangilamagan bo'lsa, kechikish bo'lishi mumkin. Kimlar ko'p xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pasport yoki ID kartangiz joyida bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, oldingi oyda pensiya olgan bo'lsangiz, hech qanday hujjat o'zgarishi bo'lmagan bo'lsa, qarzdorlik sud qarori. To'lovni ushlab qolish yoki hisob bloklanishi kabi holatlar bo'lmasa, odatda bir necha kunlik farq jadval o'zgarishi bilan bog'liq bo'ladi. Lekin men baribir kutavering, hech narsa qilmang demayman. Har bir pensioner o'z holatini tekshirib qo'yish kerak, chunki vaqtida aniqlangan kichik xato katta muammoga aylanmaydi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Pensiya kartaga tushdi degani, uni darhol bankomatdan yechib olish mumkin degani emas. Ba'zan pul hisobda ko'rinadi, lekin bankomatda naqd pul bo'lmasligi mumkin. Ba'zan bankomat texnik xizmatda bo'ladi. Ba'zan esa karta bo'yicha kunlik yechish limiti bo'ladi. Shuning uchun katta summani bir kunda yechib olishni rejalashtirganlar avval bank bilan aniqlashtirib olishi kerak. Masalan, siz 1 million 200 ming so'm pensiya olsangiz, bankomatda 600 ming so'm yechib qolganini ertaga olishga to'g'ri kelishi mumkin. Bu pensiya kamaydi degani emas, bu bankomat yoki karta limiti bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik masala SMS xabarnoma. Ko'p odamlar SMS kelmadi, demak pul tushmadi deb o'ylaydi. Lekin telefon raqami o'zgargan bo'lsa, SMS xizmati o'chgan bo'lsa, aloqa operatorida kechikish bo'lsa yoki bank xabarnomasi vaqtincha ishlamay qolsa, SMS kelmasligi mumkin. Men pensionerlarning farzandlariga shuni aytaman. Ota-onangizning bank ilovasini o'rnatib berayotgan bo'lsangiz, ularni tushunadigan darajada oddiy qilib o'rgating. Hisobni qanday ko'rish, kartadagi qoldiqni qanday tekshirish, notanish havolalarga bosmaslik, pin kodni hech kimga aytmaslik kabi qoidalarni albatta tushuntiring. Uchinchi nozik masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlar pensiya kamroq tushganini ko'rib, jadval o'zgargani uchun kamaytirishdi deb o'ylashi mumkin. Aslida pensiya summasi boshqa sababga ko'ra kam ko'rinishi mumkin. Masalan, aliment, sud qarori, kredit bo'yicha undiruv, ijro hujjati yoki boshqa qonuniy ushlab qolish bo'lsa, kartaga tushadigan summa avvalgidan farq qilishi mumkin. Bunday holatda bankdan yoki majburiy ijro byurosidan ma'lumot olish kerak bo'ladi. Pensiya bo'limi sizga umumiy tayinlangan pensiya miqdorini aytadi. Lekin kartaga qancha tushgani va nimaga ushlab qolingani bo'yicha bank hamda ijro organlari bilan alohida tekshirish talab qilinadi. To'rtinchi nozik masala. Hujjatdagi ism familiya tafovuti. Masalan, eski pasportda familiya bir xil yozilgan, yangi ID kartada boshqa transliteratsiya bilan chiqqan, bank kartasida esa yana boshqacha ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bir harf farqi ham tizimda tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Bu hamma joyda to'lov to'xtaydi degani emas, lekin ayrim holatlarda aniqlashtirish so'raladi. Ayniqsa yangi karta ochilganida. Bankdagi ma'lumotlar pensionerning hujjatlari bilan to'liq mos bo'lishi kerak. 5-chi nozik masala boshqa odam orqali pul olish. Ishonchnoma orqali pensiya olishda odamlar ko'pincha muddatga e'tibor bermaydi. Ishonchnoma 1 yilga berilgan bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda boshqa muddat bo'lishi mumkin. Muddati tugan ishonchnoma bilan pul berilmaydi. Agar pensioner yura olmaydigan, kasal yoki uzoq hududda yashaydigan bo'lsa, farzandlari bu masalani oldindan hal qilishi kerak. Bugun pul kerak, ertaga doğru olishimiz kerak degan paytda ishonchnoma muddati tugaganini bilish juda noqulay vaziyatga olib keladi. 6-chi nozik masala. Pensioner vafot etganidan keyingi to'lovlar. Men buni ehtiyotkorlik bilan, lekin aniq aytaman. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning nomiga keyingi to'lovlarni noqonuniy olishga urinish mumkin emas. Bu keyinchalik qaytarish, jarima yoki huquqiy javobgarlik masalasini keltirib chiqarishi mumkin.
oila a'zolari bunday holatda tegishli organlarga xabar berishi, dafn puli yoki qonunda belgilangan boshqa to'lovlar bo'yicha alohida tartibda murojaat qilishi kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, odatdagi pensiya sanangizni va sentyabr oyidagi real holatni yozib qo'ying. Masalan, avgustda sanada olganman, sentyabrda hali tushmadi yoki oldin 15 sanada naqd olib kelishardi. Bu oy kelishmadi deb aniq yozing. Telefon orqali murojaat qilganingizda ham, idoraga borganingizda ham aniq sana aytsangiz, mas'ul xodim tezroq tekshiradi. Ikkinchi qadam, kartaga olsangiz, balansni kamida 2 xil usulda tekshiring. Faqat SMS kutmang. Bank ilovasi bo'lsa, ilovadan ko'ring. Ilova bo'lmasa, bankomat orqali qoldiqni tekshiring. Bankka borish imkoningiz bo'lsa, operator orqali ma'lumot oling. Agar pul tushgan bo'lsa, lekin yechib bo'lmasa, bu pensiya bo'limining emas, bank xizmatining masalasi bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, naqd oladiganlar mahalla yoki pochta bo'limi bilan bog'lanish kerak. Bizning ko'chaga qachon tarqatiladi? Sentyabr oyi jadvali bo'yicha nechanchi kuni kelishadi? Men ro'yxatda bormanmi? degan savollarni aniq bering. Agar siz uyda bo'lmagan vaqtda xodim kelib ketgan bo'lsa, qayta kelish tartibini ham so'rang. 4-qadam, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Sizda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, pensiya hujjati, bank kartasi, karta rekvizitlari, telefon raqami. Agar ishonchnoma orqali olinayotgan bo'lsa, notarial ishonchnoma bo'lishi kerak. Agar manzil o'zgargan bo'lsa, yangi manzilni tasdiqlovchi ma'lumotlar ham kerak bo'lishi mumkin. Har safar idoraga borganda uyda qolib ketibdi deb qaytib kelmaslik uchun hujjatlarni oldindan bir papkaga solib qo'ying. 5-qadam, tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qilayotganda arizani aniq yozing. Arizada mening sentyabr oy pensiya to'lovim qaysi sanada amalga oshirilishi, to'lov jadvalida o'zgarish bor yo'qligi, bank kartam bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri kiritilmagani tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar pul umuman tushmagan bo'lsa, to'lov amalga oshirilmagan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb qo'shing. Yozma murojaat odamga keyinchalik aniq javob olish imkonini beradi. 6-qadam, telefon qo'ng'iroqlarida ehtiyot bo'ling. Sentyabrda jadval o'zgardi degan gap tarqalganda firibgarlar ham faollashishi mumkin. Kimdir qo'ng'iroq qilib pensiyangizni tezlashtirib beramiz. Kartangiz bloklanib qolgan. SMS kodini ayting. Karta raqamini va amal qilish muddatini yuboring desa, aslo ishonmang. Bank ham, pensiya bo'limi ham sizdan SMS kod, PIN kod yoki kartaning maxfiy ma'lumotlarini so'ramaydi. Pensionerlarning farzandlari ota-onasiga buni alohida tushuntirib qo'ysin. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar bunday qo'ng'iroqlarga tez ishonib qolishi mumkin. 7-qadam, agar pensiya kechiksa, xarajatlarni rejalashtiring. Men bilaman, bu gapni aytish oson, lekin amalda qiyin. Shunga qaramay, dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat va qarzlarni bir kunga bog'lab qo'ymaslik kerak. Masalan, siz pensiyani odatda 10 sanada olsangiz, 10 sananing o'zida kredit to'lovi, dorixona xaridi va kommunal to'lovni bir joyga jamlab qo'ymang. Jadval o'zgarsa 2-3 kunlik kechikish butun rejangizni buzishi mumkin. Imkon bo'lsa eng zarur dorilarni oldindan olib qo'yish. Kommunal to'lov muddatlarini tekshirish. Yaqinlaringiz bilan oldindan kelishib qo'yish foydali bo'ladi. 8-qadam, farzandlar ota-onasining to'lov holatini mas'uliyat bilan kuzatsin. Ko'p pensionerlar idoraga borishga qiynaladi. Telefon orqali tushuntirishni to'liq anglamasligi mumkin. Bank ilovasidan foydalana olmasligi mumkin. Shuning uchun farzandlar oyda bir marta pensiya tushdimi? Summa to'g'rimi? Karta ishlayaptimi? Hech kim qo'ng'iroq qilib kod so'ramadimi deb so'rab qo'ysa, juda katta yordam bo'ladi. Bu faqat pul masalasi emas, bu keksalarning xotirjamligi masalasi. Men yana bir muhim fikrni qo'shaman. Agar sizga pensiya odatdagidan kech tushsa, darrov ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmang. Hammaga pensiya to'xtatiladi. Faqat ariza yozganlarga beriladi, kim bo'lmasa. Puli kuyadi kabi gaplar ko'pincha vahima uyg'otadi. Rasmiy manba tuman pensiya bo'limi, bank, pochta bo'limi yoki mahalla orqali aniqlashtirilgan ma'lumotga tayanish kerak. Har bir hududning jadvali bir xil bo'lmasligi mumkin. Bir tumanda 6 sana to'lov bo'lsa, boshqa tumanda 9 sana, yana boshqa joyda 12 sana bo'lishi mumkin. Shuning uchun
Qo'shningizning sanasi sizniki bilan bir xil bo'lishi shart emas. Xulosa qilib aytaman. Sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgan bo'lsa, eng avvalo vahimaga tushmaslik kerak, lekin beparvo ham bo'lmaslik kerak. Odatdagi sana o'zgargan bo'lishi mumkin. Kartaga tushish vaqti kechikishi mumkin. Naqd to'lovlar hududlar bo'yicha boshqa kunga ko'chirilishi mumkin. Siz hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Kartangiz va balansingizni tekshiring. Naqd olsangiz pochta yoki mahalla orqali aniq kunni so'rang. Kerak bo'lsa pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling. Eng muhimi, hech kimga SMS kod, PIN kod va karta maxfiy ma'lumotlarini bermang. Hurmatli tomoshabinlar, sizda sentyabr oyida pensiya tushish sanasi o'zgardimi yoki odatdagidek oldingizmi? Qaysi hududdan pensiya kartaga tushdimi yoki naqd oldingizmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa pensionerlarga vaziyatni tushunishga yordam beradi. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men bunday muhim yangiliklarni oddiy, tushunarli va amaliy ko'rinishda sizlarga yetkazishda davom etaman.